Mustaqillik boshida mamlakat yangi ufqlarni ochayotgan edi. Biz kichik biznes orzulariga ishongan birinchi bank bo'ldik. Shu tariqa Ipak yo'li bank sayohati boshlandi. Biz birinchilar qatorida dunyoga qo'l cho'zib, yetakchi xalqaro institutlar bilan birgalikda tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar ochdik. Biz bank xizmatlarini har bir insonga yaqinlashtirdik. Kreditlar, xalqaro o'tkazmalar va odatiy hayot tarzini o'zgartirgan ilk kartalar. Biz raqamli davrga qadam qo'ydik. Bank har doim mijoz yonida bo'lishi uchun mobil ilovani ishga tushirdik. Xalqaro hamkorlarning ishonchi esa yangi yutuqlar uchun tayanch bo'ldi. Bugun millionlab odamlar bizga har kuni ishonch bildiradi. Biz mamlakatni oldinga siljitayotgan raqamli hamkorga aylandik. Muvaffaqiyatimizni butun dunyo e'tirof etmoqda. Biz muntazam xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lmoqdamiz. Reyting agentliklari e'tirof etmoqda. Va yil brendimiz. Biz har bir inson uchun yangi imkoniyatlarni ochmoqdamiz. Kredit kartalar va so'mdagi viza yechimlari, ayollar uchun maxsus yaratilgan O'zbekistondagi ilk Woman Card va dunyoda ilk geymerlar uchun yaratilgan noyob e-sport kartasi. Kelajakni birgalikda yaratamiz. Hayot, oila, ta'lim, biznes va sayohatlar uchun ekotizim, eng muhimi esa barqaror rivojlanishga hissa qo'shamiz. Bugun Ipak yo'li bank yangi bosqichga chiqmoqda. O'tmishdan voz kechmay, balki uni yanada kuchaytirib, yangi uslub, yangi ovoz, yangi mahsulotlar. Biz rivojlanish, muvaffaqiyat va e'tirof sari intilayotganlar uchun yechimlar yaratmoqdamiz. O'z kuchiga ishongan, maqsadli va qat'iyatli insonlar uchun. Ipak yo'li bank katta maqsadlar sari.